Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Men Ibrohimova Mahliyo, Jo'rayev Salim Mardiyevich rahbarlik qilib kelayotgan Buxoro tuman 9-umumiy o'rta ta'lim maktabidagi ona til va adabiyot fani o'qituvchisiman. Hozirgi kunda yurtboshimiz tomonidan biz pedagoglarga bir qancha imkoniyatlar va imtiyozlar berib kelinmoqda. Biz pedagoglar ham o'z ustimizda ishlab, ham yoshlarimizga ta'lim-tarbiya berib va bundan tashqari o'zimizning fanimizdan milliy sertifikat va toifalarni olib, oilaviy byudjetimizga foyda keltiryapmiz. Jumladan, 9-umumiy o'rta ta'lim maktabida 47 nafar pedagog faoliyat ko'rsatadi. Bu pedagoglar orasida milliy va xalqaro sertifikatlarga, oliy va birinchi toifalarga ega o'qituvchilarimiz anchagina. Buxoro tuman 9-umumiy o'rta ta'lim maktabidagi ko'pgina o'quvchilarimizda ham xalqaro va milliy sertifikatlar mavjud. Bitiruvchi o'quvchilarimiz ham oliy ta'limda talabalik baxtiga muyassar bo'lishdi. Buxoro tumanidagi 9-umumiy o'rta ta'lim maktabining ko'pgina o'qituvchilari, jumladan Ramazon va Gulnoz Halilovna, Ramazon va Dilnovoz Halilovna, Jo'rayev Rashan Tagayevich, Salom va Mahbuba Tohirovna, Ahmedova Muslima Nimonovna, Saytiyeva Gulmira kabi ustozlarimiz hozirgi kunda yosh avlodga ta'lim-tarbiya berib kelmoqdalar.